Ingliz tili ustozlari sizdan yashiradigan 3 ta bepul sayt. Sanab beraman, shularni ishlatishni boshlasangiz, ishingiz ancha osonlashadi. Birinchisi tatoeba.org sayti. U sayt nima beradi? So'z yozishga yordam beradi. So'zni yozasiz, u so'z bilan sizga xohlagan frazalaringiz, xohlagan gaplaringizni, xohlagan tilingizda chiqarib beradi. O'shandan olib bemalol praktika qilsangiz bo'ladi. Ikkinchisi Real Language Club. Bu sayt sizga ingliz tilini o'rganishingizga yordam beradi. Bemalol o'zingiz o'rgansangiz bo'ladi. Hamma darsliklar tekin, registratsiya ham shart emas. Har bitta saytlar to'g'ri ketma-ketligida ketgan. O'zingiz darajangizdan boshlab turib, dashni ko'raverasiz. Har bittasini ko'rganingizdan keyin o'rgangan grammatikangizni, o'rgangan so'zlaringizni bemalol praktika qilsangiz ham bo'ladi. Va uchinchisi juda foydali Aurora TV degan sayt bor. Именно kino ko'rishga, har xil shoular ko'rishga, seriallar ko'rishga juda ham foydali. Именно ingliz tili o'rganuvchilar uchun o'ylab topilgan. Nimaga? Chunki yerda katta subtitrlari bor. Har bitta so'zga bossangiz, uni tarjimasi sirazu chiqib keladi. Butun gapga bossangiz ham butun gapni tarjimasi ham chiqib keladi. Har kuni 15 minutdan nimadir ko'radigan bo'lsangiz, ishonavering 30 kunda siz ingliz tilingizni umuman tanimaydigan darajaga chiqasiz. Bu videoni ingliz tili o'rganayotgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Ertaga sizga rahmat deyishadi.